Assalomu alaykum barchaga, salomatmisizlar? Sizlar bilan 48 soatda 740 ming axlat va 18 ming obunachi yig'ish siri darsini o'tamiz. Bu darsda hech nimani yashirmayman. Siz ham qo'llab shunaqa natija qilishingiz mumkin bo'ladi. Men avvalambor bunga qanaqa qilib erishganim bo'yicha roadmap, nima bosqichlar bosib o'tildi va xuddi shu narsani bitta umumiy formula qilib chiqaramiz. Men haqimda ozgina tashlab ketaman. Mo'ydinjon Ibrohimov, Farg'onadanman. Marketing shaxsiy brend yo'nalishida 4 yillik tajribam bor. Loyihalar A'lo taom, milliy taomlar restorani Abdujabbor Muhiddinov, Zaydin Najmiddinov, Abdulaziz Ochilov, Mirzo Toliqov kabi loyihalarda shaxsiy brendlarni va SMM xizmatlarini qilganmiz. Najot ta'limda bo'lsa, mentor sifatida ishlaymiz. Bu loyihalarimiz bilan ishlab 140 mingdan ortiq maqsadiy obunachi va 1 milliarddan ortiqroq sotuv qilganmiz. Xo'p, loyihalar A'lo taom, Abdujabbor Muhiddinov Plush Instagramlari. Xo'p, va Doktor Marketing degan agentligimiz bor. Ko'proq shaxsiy brend va performance marketing va SMM xizmatlarini ko'rsatamiz. Xo'p, siz bilan shu video orqali tanishmiz. Ya'ni men trenddagi baliq haqida video qilib chiqqan edim. Xo'p, bu baliqni sotolmasdan men montajda ishlatib, men shunaqa aktiv yig'dim. Xo'p, bu video o'zi o'sha video chiqishidan oldin qo'yilyapti. Xudo xolasa katta ehtimol bilan video rekka chiqadi, xudo xolasa, chunki yaxshi hisoblarni qilyapmiz, qolgan tavakkal. Tajribamizdan kelib chiqib qoldi, oldindan aytyapmiz, video rekomendatsiyaga chiqadi, 100 ming, 200 ming ko'riladi deb taxmin qilyapmiz, yaxshi niyatda. Xo'p, keyingi qismi qanaqa qilib men o'zi o'sha 27-aprelda 230 ta obunachi, 5000 ta ko'rishlar soni bor edi va 29-aprelda 18300 ta obunachi va 743 ming axlatga erishdim. Bu narsaga qanaqa erishildi? Roadmap bor. Birinchisi analiz, umumiy auditoriyamni ichidan eng katta segmentni va og'riq xohishini aniqlash. Ikkinchisi aynan shu bo'yicha mavzu, uchinchisi Reels, 2 ekranli degan bitta instrument bor. To'rtinchisi qo'llanma, beshinchisi chatbot yaratish, oltinchisi Excalibur instrumentlar qo'llangan, mana shu 6 ta ish qilingan. Analiz, auditoriya Instagramda daromad qilishga qiziqadiganlar, shaxsiy brendini yuritmoqchi bo'layotganlar, shaxsiy brend quruvchi mutaxassislar. Shu katta auditoriya ichida mana shunaqa segmentlar bor. Xo'p, auditoriyaning eng katta segmenti esa Instagramda daromad qilishga qiziqadiganlar, shaxsiy brendini yuritmoqchi bo'layotganlar. Yo'q, men bu uzr. Instagramda daromad qilishga qiziqadiganlar eng kattasi. Umuman olganda, ularni xohishi, xo'p, Instagramda daromad qilishi, umuman pul tikmasligini yoki minimal budjet tikish xohlashadi. Og'rig'i hamma Instagram yuritayotganlarni ketmon uchyapti, ularnikisi uchmayapti. Hozir 1 daqiqa pauza qilamiz. Davom etamiz. Xo'p. Keyin ular avval qayerdadir ishlagan, ishi joniga tekkanlar bor. Masalan, chunki direktdan murojaat qilishadi. Shunaqa insonlar Rossiyada ishlayotganlar yoki ishidan zerikkanlar va farzandi bor onalar ham yozishyapti. Mavzu o'z-o'zidan hamma kabi Instagram yuritib, deyarli pul tikmasdan mashhurlik va daromadga ega bo'lish. Xo'p, mavzu tanlanadi. Bu bo'yicha Reels yozish kerak. O'sha 3 ta qism ssenariy yozish kerak birinchi, syomka qilish kerak va montajni qilish kerak. Ssenariyda o'zingizlar bilasizlar, hook qismi, body qismi, call to action qismi bor. Agar bularni ssenariy yozib bilmaydigan bo'lsanglar, YouTube'ga xo'p, meni ismimni yozadigan bo'lsanglar, Mo'ydinjon Ibrohimov deb yozadigan bo'lsanglar, kanalim chiqib keladi. Kanalim chiqib keladi. Bu yerda mana bu darsda men tushuntirganman, qanaqa qilib blog va shaxsiy brend boshlash va ssenariy penallar haqida gaplashganman. Agar mutaxassis bo'ladigan bo'lsangiz, uzr, vaqtingiz olgan bo'lsam, joyini qoldirib ketaverasiz. Xo'p, syomka qismi. Syomka va shu qorong'u video chiqadigan joyda olganman, restoranda, oddiy shu telefonda olganman, iPhone, oddiy telefon. Kamerasi yaxshi, lekin montaji bo'lsa, syomka qilingan kadrlar kesilgan, kerakli boshqa videolar Instagramdan olib, ularni ham kesib, tagiga overlay yoki naложение deb qo'yishadi, shu bilan qo'yilgan. Tekst esa va shu bazaviy tekst qo'yilgan. Shrifti nomi Starry bo'lgan, STRRY. Musiqa o'sha avvaldan ishlatib yurgan, o'sha rekomendatsiyada yuradigan mashhur musiqa ishlatilgan. Hozir 1 daqiqa. Xo'p, davom etamiz.
ikki ekranli degan funksiya bor, juda ham zo'r. Aynan hozir mana shu 2026-yil aprel-may oylarida trendda bo'lib turibdi. Qachongacha davom etishini bilmayman, lekin trendda. Qanaqa? Masalan, men bitta ekranli bitta video to'liq ekranda ketadi. Qilib ko'rganman, yaxshi tushmadi. Lekin masalan, ikki ekranli qilib ko'rganimda video yaxshi rekomendatsiyaga chiqdi. Bu 340 ming bitta video. Buni yana 8 ta sherigi bor. 8 ta sherigi общий hammasini qo'shganda bir 809 minglarga yaqinlashib qoldi. Ko'rsataman. Shu, ya'ni mana shu balig'i sotib olmasdan montajni o'zida foydalandim. Ya'ni ikki ekranli funksiyadan foydalanib, bu funksiya emas, shunaqa montaj qilasiz. Bu yerda shunda hookda ham o'zingizning hookingiz, ham pastda vizual hook, mana bu ham sal-pal yordam beradi. Ikkita 3 ta hook bor, o'shaning uchun bu video yaxshi ketadi. Ikki ekranli hamma ishlatsa bo'ladi. Faqat o'sha o'ziga mos video tanlovsiz bo'ldi. Qo'llanma nima va'da berilgan bo'lsa, dekompozitsiya qilib, reja roadmap tuzib dars yozasiz. Ya'ni bu yerda chatbot sozlangan, lead magnet deydi bu narsani. Xo'p, siz qaysidir muammoni yechish evaziga o'sha obunanisini sotib o'sha yechimingiz orqali sotib olasiz-da lead magnetni. O'sha yechim menda qo'llanma bo'lgan. Xo'p, dekompozitsiya degani bitta katta ishni mayda bo'laklarga bo'lib olish. Masalan, men Instagramda daromad haqida aytganman-ku. O'zi u odam blogni va shaxsiy brendni farqini biladimi, bilmaydimi? Qanaqa yuritish kerak, ssenariy yozishni biladimi, bilmaydimi? Akkaunt ochish masalalarida dekompozitsiya qo'yganman, qismlab va shu bo'yicha dars o'tganman. Chatbotni amaliy ko'rsataman. Chatplace ishlataman. Chatplace'da hop o'zi bir hafta bepul foydalansa bo'ladi. Lekin men sotib oldim, lekin bir hafta ichida siz ham ishlatsangiz bo'ladi bemalol. Lekin olayotgan qiymatingizga qaraganda 180 ming so'm oyiga pul to'lash men uchun juda kopeyka summa. Chunki siz juda katta mana qarang 29 ming, pashta 30 mingta so'nggi 7 kun ichida mana shuncha odam chatbot ishlatganda bu zo'r deganda bu. Bu yerda menda akkaunt borligi uchun kirib ketdi. Sizda 3 ta 4 ta platforma orqali Google, Telegram, TikTok, Facebook orqali kirish qismi turadi. Facebook orqali kiriladi odatda. Xo'p, bu yoqda chatbot sozlashi, to'g'risi texnik darsda bu. Men bu darsda tushuntirib ketganman. Iltimos ko'rib oling. Men sizga bitta narsa ko'rsatishim mumkin. O'zimni avtomatizatsiyalarimni ko'rsatishim mumkin. O'sha bilan birga bir, mana bu bilan birga bir hech qanaqa narsa yashirilmagan. Xo'p, mana o'sha ikkita videoga yoqilgan. Har qanaqa so'z bilan salomlashuv xabari, obunani tekshirish, keyin mana bitta narsa YouTube agar sizni qo'llamangiz YouTube'da bo'ladigan bo'lsa, buni linkini olib, kopirovat qilib bu yoqqa qo'yib yuborish eng katta xato bo'ladi. Nimagaki, agar shunaqa qiladigan bo'lsangiz, mana knopka boradi, bosganda brauzer orqali kiradi YouTube'ga. Na prosmotr, na like, na kommentlar hisoblanadi. O'shaning uchun APG degan tools bor, APGI tools deb yozsangiz chiqadi. Shundan YouTube linkini olamiz, keyin bu yoqqa tashlaymiz. Bu bizga shunaqa link qilib beradiki, o'sha to'g'ridan to'g'ri YouTube platformaga olib kiradigan link qilib beradi. Masalan, shuni olib, bu yoqda ishlatganman. Mana bu yerda. Keyingi bosqichi avto ответчикlar, o'sha avtomatik javoblar, izohlarga mana bu dars borgandan keyin 10 minutdan keyin eslatadi. Videoni ko'rdingizmi deb. Shu mana oddiy. Unaqa qiyin emas o'zi chatplace sozlash. Xo'p, eng asosiy Excalibur instrumentlar. Bu yoqda birinchisi mana bu yerda o'zi ikkita edi. Trial bilan breaking the limit deb nomlab qo'ydim o'zimcha shu funksiyalar. Try funksiyasi Instagramda post joylashda trialni yoqib joylash. Manaqa. Bunda yoniq, mana bunda o'chiq. Eng oxir qismida turadi. Va bunga parallel ravishda shunaqa qilish kerakki, trialda просто bitta videoni emasda, bitta videoni 2-3 xil variantda trial qilib yoqish kerak. Bu bo'lishi mumkin fon musiqasi
ikki xil, uch xil bo'lishi mumkin. Huki, vizual huki bo'lishi mumkin. Breaking the limit degan instrument bor. Trialdagi uchgan videolaringizni kichik o'zgartirish kiritib, yana 5-6 xil variantda joylab tashlash. Mana bunaqa. O'sha kichkina o'zgartirish bu bo'lishi mumkin. Nuqtacha qo'yib qo'yish, fon musiqa almashtirish bo'lishi mumkin. Mana qarasanglar, filtr qilganman, bitta qoraroq qilganman, o'xshamadi bu. Qolganlar men 157 ming, hozir bu o'sha 300 ming, 200 ming bo'lib qolgan. O'xshaydi. Qarasanglar, вообще chegaralarni olib tashlashda. O'zi zo'r, 500 ming siz axvat qilib bo'ldi, 500 ming ko'rishlar soniga ega bo'ldingiz, normal obunachiga ega bo'ldingiz, lekin men yana qilib ko'rsa bo'ladimikin deb turib qilib ko'rdim, o'xshadi. Sizda ham o'xshaydi. Bitta mehnat bilan, kam mehnat bilan ko'proq desak bo'ladi. Natijaga erishish. Umumiy formula, roadmap shuki, analiz umumiy auditoriyangizning eng katta segmenti, uni og'riq xohishlari, shu bo'yicha mavzu, Reelsda 2 ekranli qilish kerak. Qo'llanma yaratasiz, chatbot sozlaysiz va o'sha Excalibur trial bilan keyin yana qaytadan o'sha videolarni qo'yib ko'rasiz. Xo'p, video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Xudo xolisa shaxsiy brend va shaxsiy blog boshlash, Instagramda katta prosmotrlar qilish, auditoriya to'plash bo'yicha foydali darslar berib borishga harakat qilaman. E'tiboringiz uchun rahmat.